Matematikani o'rganish, fizikani shuni o'rganib qo'yish endi yetmaydi. Bo'yicha, sun'iy intellekt bo'yicha, ya'ni robototexnika bo'yicha, Python dasturlash tillari bo'yicha juda ham mutaxassislar bor edi. Bo'lsa 8 ming, 10 ming dollar oyligi bor. Tushunyapsizlar? Endi misol uchun hamma pul bilan bog'laydi hamma narsani. Qani keling. Assalomu alaykum azizlar, salomatmisizlar? Mana biz 29-maktabga keldik. Kirgiliz shahrida joylashgan ushbu maktabda juda ham zo'r qiziqish bilan kutib olishdi. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Har birimiz boshlanishida mana anafasda turibmiz. O'quvchilar mana kirib kelishyapti. Xudo xolasa zo'r chiqishlar endi oldinda suhbatlar, savol-javoblar, sovg'alar hali bomba bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, mana bugun Hashim School o'quv markazi bilan robototexnikani rivojlantirish hamda mana shu robototexnika haqida, yangiliklar haqida, robotlar haqida ma'lumotga ega bo'lish uchun ko'rgazmalari bilan o'zlarini yangi robotlari bilan maktabimizga tashrif buyurgan Hashim School rahbariyatiga, ustozga katta rahmat aytaman. Hozir sizlarga mana shu robototexnika haqida, robotlar haqida ma'lumotlar berishadi. Avvalambor maktabimizga xush kelibsizlar. Marhamat, bemalol o'quvchilar bilan. Bu yerda men o'ylaymanki, hammasi o'sha robototexnikaga ishqiboz, qiziqishi bor o'quvchilar yig'ilgan. O'zingiz ham ko'rdingiz, mana maktabda hammasi qiziqishadi. Ayniqsa bu yangi texnologiyalarni ko'rish hammaga nasib qilgani yo'q, faqat bizni maktabimizga nasib qildi deb o'ylayman. Xo'p, yaxshi, rahmat, salomat bo'linglar. Xo'p, assalomu alaykum azizlar. Yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Xo'p, biz Hashim School o'quv markazidan keldik. Men Hashim School o'quv markazini boshqaruvchisiman. Hashim School o'quv markazini ochdik. Qisqa muddat ichida shuncha anchagina yutuqlarga erishdik, bolalar. Xo'p, aytmoqchi bo'layotganligimiz, mana ko'rib turgan robotingiz bu Farg'onada bitta bo'lib turibdi hozircha. Buni Unitry kompaniyasi bilan, Xitoy bilan birgalikda hamkorlik qilganmiz. O'zimiz borib keldi qilamiz. Buni olib kelganmiz, dasturlashini biz o'zimiz o'rganamiz. Tushundingizmi? O'rganib turib sizlarga o'rgatamiz. O'sha bolalarimiz bor, o'quvchilar bor, o'rganishyapti, ish jarayoni ketyapti. Ya'ni bu robotlardan oldin mana bu kichkina robotlarni mana o'rganasiz, mana hozir harakatlanishini mana ko'rib turibsiz. Joystick bilan boshqarishda mana joystick olib, PlayStation ko'pchilik o'ynagan. Mana shu joystickni biz boshqa joystick, ya'ni bunga dasturlaganmiz, ko'ryapsiz. Bu oddiy o'yinchoq emas. Bunga musiqa yozishingiz, ovozlik, umuman harakatlanishni o'zingiz qilishingiz mumkin. Tushunyapsizlar? Bu narsalarda mana bu mukammal holatda mana nima siz ko'rib turgan robot bo'ladi. Buni hozir robotda juda ham ko'plab harakatlari bor. Hozir birgalikda ko'rsatamiz. Aytmoqchi bo'layotganligimiz, bitta narsani bilinglar, hozir robototexnikani davrida yashayapmiz. IT desa hamma xabari bor edi. IT nima, hammalaringiz bilasiz. IT demak o'sha telefoningizda, kompyuteringizda boshqarilayotgan narsalar. Masalan, deylik, navbatlarga boradigan bo'lsangiz, navbatingiz ham hozir elektron etib qo'ygani. Ya'ni IT sohasi bizga kirib keldi. Lekin IT dan balandroq bo'lgan soha bu robototexnika sohasi bo'ladi. Tushunyapsizlar? Robototexnika bu shunaqa yo'nalishki, ya'ni har bitta narsani uyimizda masalan kimda xolodilnik bor? Yaxshi ko'ryapsizmi? Hammamiz uyimizda demak robotimiz bor. Aynan siz ana shu narsalarni robototexnikani bitta vakili nima? Pilesos, bitta vakili nima? Xolodilnik, yana bitta vakili mikrovalnovka. Hamma narsalari bular hisoblanadi. Robototexnikani bitta ko'rish hisoblanadi. Nimaga? Robototexnika degani o'zi aslida avtomatlashtirilgan tizim deyiladi. Tushunyapsizlar? Ya'ni biz mana shu narsalarni o'rganishimiz uchun shu robotlarni, robototexnikani yo'lga qo'ydik. Sizlarga o'xshagan o'quvchilar o'qiyapti. Jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rsatyapmiz. Mana bu robotlarni o'zini dasturlashga e'tibor bering. Farg'ona bo'yicha bunaqa mutaxassislar juda ham kam. O'zi AI sistemasi, AI ni kim biladi nima degani? AI yaxshi, sun'iy intellekt degani, AI degani. Demak, mana shu AI'larni, AI bo'yicha, sun'iy intellekt bo'yicha, ya'ni robototexnika bo'yicha, Python dasturlash tillari bo'yicha juda ham mutaxassislar kam. Deyarli yo'q desa ham bo'laveradi. Aynan mana shu yo'nalishlarni biz yo'lga qo'yapmiz.
Ya'ni e'tibor bering, ko'rib turgan narsangiz robototexnikani mana bitta vakili sifatida, ya'ni odamcha robotlar ham bor. Xudo xolasa yaqin orada kelib qoladi. Mana shu holatlar tasavvur qiling, mana shu bitta dona robotni o'zi 5,5 ming dollar narxi turadi. Tasavvur qilyapsizmi, bitta mashinani puli. Haqiqatan ham domla to'g'ri aytdilar. Xususiy maktablarga ochilishiga bizni ko'p chaqirishadi. Boramiz, tadbir o'tkazib beramiz, robototexnika nimaligini o'rgatib tushuntirib beramiz. Lekin oddiy maktablarda birinchisi siz bo'lyapsiz. Tasavvur qiling, birinchisi siz bo'lyapsiz. Sizlarga nasib turibdi. Bu robotni hali ko'pchilik ko'rgani yo'q. Tushunyapsiz? Internetda ko'rganmisiz, videolarda ko'rgansiz, lekin живой holatini endi ko'ryapsiz. Bu haqiqiy robot. Ingliz tilida suhbatlashsangiz suhbatlashadi. Siz unga tushib bersangiz, unga tushib beradi. Tushunyapsiz? Juda ham katta imkoniyati bor. Ya'ni boshqarish usullari bor. To'g'rimi? Mana telefonda boshqarsangiz bo'ladi, pultda boshqarsangiz bo'ladi. Ana bittasi joystick. Hop, ikkinchisi telefon dasturlashlarni hammasini o'rgatamiz. Hop, bundan tashqari mini pult boshqaryapti. Yana usullari bor, Wi-Fi ga ulanish kerak, chunki bu o'zi sun'iy intellekti bor. Qo'l bilan harakatlantirsangiz ham harakatlanadi. Jest deymiz, mana e'tibor bering. Orqaga, oldiga, chatga, o'ngga desa harakatlanadi. Undan tashqari ovoz bilan, ingliz tilini. Do you speak English, anybody? Okay, tell me about yourself a little, please. Tell me about yourself a little. My name is Martina. Okay. I'm 13 years old. I'm in CGE class. Yaxshi. Zo'r. Qaranglar. Mana ingliz tilida gaplashyapsizlar, bu ingliz tilini tushunadi. Ingliz tilida menga masalan uchun oldimga kel degan, ya'ni oldinga qarab yur deganini deyiladi ingliz tilida. Come here, maybe go forward ham bo'laveradi. Forward degani oldinga, backward degani orqaga. Mana shu so'zlarni aytsangiz bu tushunadi. Ingliz tilida sun'iy intellekti bor, ko'ryapsizlar? Ya'ni o'zida sun'iy intellekti bor va alohida sun'iy intellektni joylashtirib bu narsani boshqarishimiz mumkin bo'ladi. Ingliz tilida savol-javob qilsangiz sizga aytib beradi. Zerikib qoldingiz, menga bir istoriya aytib beradigan bo'lsangiz, chiroyli haligi joke historyni o'zi aytib berib, sizni zeriktirmaydi. Tushunarli? Robototexnikaga hamma qiziqadi. Mana ko'rib turibsiz, yonib turibsiz, men xursand bo'lyapman. Misol uchun xuddi shunaqa sizlar bunaqa bolalarni men xususiy maktablarda ko'raman. Yana ingliz tilini bilasiz, robototexnikaga o'zi kim qiziqadi? Qo'l ko'tarsin. Jondan qiziqmoqchi bo'lganlar bormi? Biz o'zi to'g'risi robototexnikani tushuntirgani kerak. Mabodo qiziquvchilar bo'lsa, bizni Hashim Schoolda o'qishingiz mumkin. Qo'lay tushunaveringlar. Yaxshi, Hashim Schoolda kelinadi. Mana shu Hilol opa ustozni sababidan mana shu xonasi tashkillandi. Bu kishiga rahmat aytib qo'yamiz. Yaxshi. Assalomu alaykum. Men Farg'ona davlat universiteti 2-bosqich talabasi o'quvchisiman. Ushbu robototexnikaga qiziqishim birinchi bosqichligimdan paydo bo'ldi hamda Hashim Schoolga tashrif buyurdim. U yerda o'zimga kerakli bo'lgan, juda ham kerakli bilimlarga ega bo'ldim. Hozirgi kunda 29-maktabda faoliyat olib bormoqdaman. Hashim School jamoasi bugun maktabimizga tashrif buyurishdi. O'quvchilarning qiziqishlari juda ham katta. Farg'onada yagona bo'lgan Robodok bilan Hashim School jamoasi tashrif buyurganligi maktab o'quvchilarini yana ham taassurot qoldirdi. Biz shogirdlarimiz, birinchi shogirdlarimiz, ya'ni demoqchi bo'layotganligimiz mana sizlarga dars berishyapti. Robototexnika bo'yicha nimali yangiliklar bo'lsa, hammasini biz mana shu shogirdlarimizga beramiz. Qanaqa o'rganmoqchisiz, qanaqa nimalar qilish kerak? Robototexnika sohasi hozir eng oldingi soha turadi. Mana IT ni hamma biladi. IT oyliklari masalan Amerikaga borsa 3400 dollar oylik olyapti. Lekin siz robototexnikani bo'lib, agarda siz robototexnik boradigan bo'lsak, masalan Amerikada ishga boradigan bo'lsa 8000-10000 dollar oyligi bor. Tushunyapsizlar? Endi misol uchun hamma pul bilan bog'laydi hamma narsani. Aytmoqchi bo'layotganligimiz, mana shu narsalarni eng oxirgi fan bu sun'iy intellekt, eng oxirgi yo'nalishlar bu robototexnika hisoblanadi. AI dan baland turadi. Chunki bularning bitta vakili, bitta sohachasi bu IT hisoblanadi xolos. Tushunyapsizlar? Endi men faqat o'zim gapirmay, ozgina suhbat qilamiz. Xo'p, yaxshi, bu tomondan, o'ng tomondan boshlaylik. Xo'p, umuman olganda sun'iy intellekt deganda nima tushunasizlar? Kim? Nima? Masalan, ChatGPT ashlari u miyasiga sun'iy intellekt joylashgan, hamma savollaringizga javoblaringizni javob. Ha, yaxshi, zo'r. Avtomatik qurilma. Avtomatik qurilma. Sun'iy intellekt bu avtomatik qurilma degani. Xo'p, yaxshi, bu ham bitta javob. Lekin bu masalan tibbiy tomondan emas, anaqa insonlar tomonidan yaratilgan narsa, lekin Raqamlar asosida olib boriladigan qurilma. Raqamlar asosida. Zo'r. Yaxshi javoblar beryapsizlar. To'g'risi bu maktabda kutmagandim. Nima? Raqamli texnologiyalar asosida yaratilgan turli xil savollarga javob beradigan intellekt. Ha, yaxshi.
yana javob bor. Sun'iy intellektni ma'nosi bu ashu odam yaratganda buni shuning uchun unga ashu hamma bilimlarni qo'lga chiqaradi. Yaxshi. Intellekt bu axborot texnikalar bir bo'lib yaratilgan narsa. Axborot texnologiyalari yaxshi. O'zim ham nomidan intellekt, bizda intellekt bormi? Bor, masalan, hayvonlarga farqli ravishda bizda oy bor, to'g'rimi? Biz ta'mni bilamiz, hissiyotlarimiz bor, hamma narsani idrok qilamiz. Kimdir masalan, deylik, qo'limiz sochi suvga yotgan bo'lsak, kuydiradimi, to'g'rimi? Ya'ni hamma narsani sezamiz. Ya'ni idrok qilamiz, intellektimiz ishlaydi. Lekin sun'iy intellekt xuddi shu insonga o'xshatib nimasini? Yaxshi. Shu tomonga ketib qolsak, chuqurlashib ketib qolamiz. Ya'ni bu dars bo'lib ketib qolmasin. Sun'iy intellekt xuddi shu insonga o'xshab fikrlashdan bo'ladi. Xo'p, o'sha narsa esdan chiqaryapti, o'quvchilar ko'rib qoldi. Sun'iy intellektdan deyarli hozir 99% o'quvchi foydalanadi. Nimaga? Chunki sizni 3 daqiqa, uzoq 3 daqiqaga yetmaydi ishlash. Sun'iy intellekt rivojlanishligi uchun, o'zingizda intellekt rivojlanishligi uchun sun'iy intellektdan zarur mahalla foydalanishingiz kerak. Tushunyapsizmi? Ya'ni siz hozir o'tirib qolgansiz, sun'iy intellektni bitta bersangiz, matematika darsini qilib beradi, fizika darsini qilib beradi, to'g'rimi? O'zi kim biladi, sun'iy intellekt hozir nechta qanaqa turlari bor? GPT-5. Alisa AI система bo'lsa-da, Yandex AI называется, а так не Alisa. Gemini, to'ppa-to'g'ri Gemini o'sha Microsoft kompaniyasi o'zida chiqadi, ya'ni Muslimaxon bilasizmi? Inshot? Нет такого. Inshot nima-yu? Video yasaydimi, hali? Нет такого. Yana. Chorli. Нет такого. Ana e'tibor beringlar. Xo'p, Gemini'ni bilasizlar, Gemini bor, sun'iy intellekt bor, savollaysiz. ChatGPT bor, DeepSeek bor, to'ppa-to'g'ri. Yana qaysi? Grok bor. Mana shular hammasi sun'iy intellekt. Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun Hashim School o'quv markazi bilan hamkorlikda 29-Farg'ona shahri 29-umumiy o'rta ta'lim maktabida o'zlarini ko'rgazmalari bilan, sun'iy intellekt haqidagi ma'lumotlari bilan o'quvchilarimizga juda katta ma'lumotlar berishdi va bundan o'quvchilarimiz juda katta ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Hashim School o'quv markaziga alohida rahmatimizni aytamiz va hamkorligimizni davom ettiramiz. Yana bir ma'lumot aytishim kerak. Maktabimizga Farg'onada yagona bo'lgan Robodog roboti bilan tashrif buyurganligi bu o'quvchilarimizga juda katta taassurot qoldirdi. Kimning farzandi mana shu robototexnikaga qiziqadigan bo'lsa, Hashim School bilan bog'lanishini va mana shu ma'lumotlarga ega bo'lishi va yaxshi o'qishlarini tilab qolaman. E'tibor bering, bir yil bo'lgani yo'q, lekin mutaxassislarimiz, misol Amerika bilan biz gaplashganmiz, amerikaliklar shu yerda keldi. Hozirda o'zida amerikalik mutaxassis kelib turib, bizga mutaxassisini bergin, biz olamiz, 1 soatga $30 to'laymiz deb tayyor turibdi. Tushunyapsizlar? Biz sekin endi mutaxassislarni yetkazib beryapmiz. Tushunyapsizlar? Ko'chada qoladigan zamon emas. Harakat qilsangiz, ozgina AI ni o'rgatsangiz, ozgina o'zingiz intellektingizni ishlatsangiz, oylik narx turibdi. Amerikaning kompaniyalarida shu yerda turib ishlashingiz mumkin bo'ladi. Bunaqa imkoniyat har doimdan bo'lavermaydi. Tushunyapsizlar? Bizning maqsadimiz bor, oldiga qarab intilinglar. U zamonaviy matematikani o'rganish, fizikani shunday o'rganib qo'yish endi yetmaydi. Sun'iy intellektlar уже chiqib ketdi. Tushunyapsizlar? Hamma narsa aqlli. Уже bizning intellektimiz yetmayapti. Sun'iy intellekt rivojlanib ketyapti. O'ta tez darajada rivojlanib ketyapti. Tushunyapsizlar? Qanaqa sistemada ishlaydi, ular haqida alohida robototexnikaga keladigan bo'lsangiz, sizlarga o'rgatamiz. E'tibor bering. Farg'onada chiqqani aynan mana shu robot edi. Tushundilaringiz? Xo'p, yaxshi bo'lmasa truklarni ko'rsatamiz.
robot haqida ko'p ma'lumotlar o'rgandik bizga domlamiz. Itlarni qanday yurishi, robotlarni dasturlash, ashlarni o'rgatdilar. Dasturlash. Hashim School maktabi juda ham zo'r ekan. Ular mana shunday qiziqarli narsalar yaratyapti va turli xil davlatlar bilan hamkorlikda ma'lumotlar olib boryapti. Siz ham kelasizmi o'qigani? Albatta, bu tadbir menga juda ham yoqdi. Hashim School maktabiga rahmat. O'zi robototexnika faniga qiziqamiz. Rahmat. Tadbir davomida texnologiya fani o'qituvchilari bilan suhbat olib bordik. Qiziqish baland, bizning yoshlarimizda ham rosa texnikaga qiziqishi baland. O'shani biz Xudoga gaplashdik. Kelinglar, olib keling, yaxshi bo'ladi. Yoshlarimiz yana ham qiziqish oshadi. Mana zamon talabi uni shu narsani yaratdi. Juda chiroyli narsalar qilinyapti. Agar imkon bo'lsa, shu yoshlarimizni qiziqtirish kerak. O'sha vaqtlarda masalan sizlarda imkoniyat bo'lsa, kesalarning eshigini ochiq har doim. Tashkillasak bo'laveradi. Masala yo'q hech qanday. Xonalarimiz bor. Hech qanaqangi mablag' talab qilinmaydi. Shunaqalar kelsa biz sharoit yaratib beramiz. Yoshlarga o'rgatish maqsad. Imkon darajasida. Sizlar o'rganishadi, shogirdlar chiqarsalar, xudo xolasa. Lekin men xursand bo'ldim. Yoshlarimizga motivatsiyada ko'rib, faqat televizorda ko'rishadi-da. Jonli ko'rganligi boshqada bor. Bu Yapon texnologiyasi bor. Yo'q, bu biz Unitry kompaniyasi bor, Xitoy kompaniyasi bilan o'sha hamkorlik qilganmiz, o'zimiz borib, ko'rib, o'sha shartnomalar asosida qilib, buni dasturlashini shu yerda qilamiz. Ya'ni Hashim School o'quv markazida qilamiz. $5,500 narsa mana shu robotlar. Hali ko'pchilik qiziqib so'raydi, mashinani narxiga ekan, mashina olsak bo'ladimi? Unga ko'pchilik qiziqadi, lekin hammamiz mashina olamiz, keyin bu soatda qolib ketaveradi. Yo'q, men xursand bo'ldim. Shunaqangi yoshlarimiz zamon talabida bu hozir. Rivojlangan davlatlarda shu narsalar kashf qilindi. Bizda ham yoshlarimiz ko'rsa bundan ham yaxshiroqlarni kashf qilishga xudo xohlasa sizlar yordamlaydi, bo'lar hamma narsa. O'sha to'g'ri fikrda aytdingiz. Men bolalarni ko'rsam, mana shu bolalarni qanchalik darajada xususiy maktablarda, mana sizning maktabingizda ham bu robotlarga bo'lgan muhabbat, bo'lgan qiziqishi juda ham katta. Endi bularni ko'rgandan keyin katta robotlarni, robot masalan yasasa bo'ladi ekan. Robotni ko'rib turib, agar ko'rmagan bo'lsa, endi internetdagi, endi o'zini ko'zi bilan ko'rib, juda ko'pchilik silab ko'rdi, ko'tarib ko'rdi, endi his qilyapti. 15 kilo yukda. 15 kilo yuk o'zi bu juda ko'p imkoniyatlari bor. 15 kilo yuk tegib o'zini muvozanatini saqlaydi. Ko'p ketdi. Bular hammasi hisob kitob qilingan. Mas'ullashdi. Ha, qo'rqib ketadi. Shunaqa yosh bolalar qo'rqib ayniqsa mana shu turkida ham qo'rqadi. Vahimali. Hisob kitob qilingan, xitoyliklar shundan so'rashadi. Ya'ni nimada tadbirda yursak, ko'p endi tadbirga chiqamiz, bunda zakaz qilishadi, boramiz. Xitoyliklar ko'rib qoladi, xitoyliklar ko'rib bunga xitoycha so'zlashib bersa, g'alati bo'lib qolishadi. Xitoyda nimasi endi kompaniyasidan chiqqan mahsulot. Juda ko'p imkoniyatlari bor. Ovoz bilan boshqasi bo'ladi. Hozir mana nima qilib biz hozir buni misol uchun o'zini lidar sistemasi bor. Bu bo'yicha belgilab qo'ysangiz, o'sha 4 soat, 5 soatga batareykasi yetsa, shu hududda aylanib videoga olib, kameraga yozib ketaveradi. Shunaqa imkoniyati bor, katta imkoniyati bor. Shunaqa. Apparat ichini sovutmaydi. Yo'q, bu lidar. Lidar degan narsa bu sistema o'zi bundagi oxirgi texnologiya o'zi mana shu narsa. Lidar deyiladi. Bu 4D lidar deydi. Hozir masalan Tesla kompaniyalarida hali odamlarsiz boshqaruvlar deydi. Ya'ni boshqaruvchi yo'q, haydovchi yo'q, o'sha mashinalarni harakatlantiradi. Mana shu lidar bor. Ana shu lidar
bevosita qarab turib, odamlar o'tayotgan bo'lsa to'xtaydi, odam yo'q bo'lsa harakatlanadi. Aynan mana shu sistemada Tesla kompaniyasida, umuman o'sha qaysi haydovchisiz mashinalar bo'lsa shu sistemada ishlaydi. Bularniki bundan ham kichik yuqoriroq, to'g'ri bo'ladi. Bu endi kim harakatlanayotgan bo'lsa, hatto uni ham hisobini olib turib, shunga qarab turib harakatlanadi. To'xtaydi, to'siq bo'lsa, o'zini nimasini mana shu sistemada ko'rdimi, to'siq bo'ldi, to'xtaydi. Hozir biz endi yechib qo'ydik uni rejimini. Mana shunaqa. Bu aylanib turishi demak 90 gradus qo'm hamma. Ha, to'ppa-to'g'ri. 360 gradusli nimani shaklda yasab ketadi. Qayerda bino turibdi, qayerda nima bor, qayerda daraxt bor, o'shanga qarab turib aylanib o'tadi. Shunaqa, dastur shunaqa qilinmaydi bundan. Imkoniyatlari yaxshi, xudo xolasa bitta hozir nima qilaylik, ichida bolalarga o'zingiz gapirasiz bitta. Assalomu alaykum. Juda yaxshi narsani tashkillagansizlar. Biz xursand bo'ldik. Bu narsani yoshlarimiz o'rgansa, kelajakda bundan ham yaxshi kashfiyotlarni olamiz yoshlarimizdan. Sizlardan ham ishlaringga rivoj, sog' salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Juda yaxshi narsani tashkillagansizlar. Biz xursand bo'ldik. Bu narsani yoshlarimiz o'rgansa, kelajakda bundan ham yaxshi kashfiyotlarni olamiz yoshlarimizdan. Sizlardan ham ishlaringga rivoj, sog' salomat bo'linglar. Bo'ldi. Shunaqa. Ya'ni bu o'zi ingilxoy bolalarga ham aytdim. Mana bu Wi-Fi yo'laydigan bo'lsa, mana bu kamerasi bor. Sizni jestlarga, harakatlaringizga, masalan, kelsiz keladi. Ketsiz ketadi. O'ng tomon desiz, o'ng tomon, chap tomon desiz, chap tomon. Bundan tashqari ingliz tilida gaplashsangiz, ingliz tilida savol-javob qilib, sizni zeriktirmaydi. Haqiqiy o'sha ingliz tilida aytganda pet vazifasini bajaradi. Boshqa narsa. Yaxshi, xursand bo'ldik. Bular hali xudo xolasa yaqin orada uch ko'payadi. Odamlar keladi. O'sha pul tikiladi endi bularga so'lchi bitta odam sifat robotdan yerdan keladigan robot 17 ming dollardan boshlanadi. Ashlar. Lekin dasturlar odamning harakatlarini, gaplashlarini, bemalol odam bilan gaplashganda gaplashish mumkin bo'ladi. Yo, yaxshi. Yoshlarda o'zgarish katta bo'ladi. Ko'rib ko'zi bilan yaratsa bo'ladigan shu narsa. Degan narsa bo'ladi. Xudo xolasa juda yaxshi narsani qilgansizlar. Rahmat sizlarga. Bu ishlardan bo'lib mana tashkilladingiz. Ishlaringga muvaffaqiyat tilayman. Sog' bo'linglar. Bemalol ishmotamlarda chiqarsak bo'ladi. Shuning bilan azizlar, bizni 29-maktabdagi tadbirimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'zingiz bunga guvohi bo'ldingiz. Tadbir juda ham zo'r shukuhda o'tdi. Keyingi maktab qaysi maktab bo'lishligini izohlarda, kommentariyalarda yozing. Aynan mana shu maktab sizniki bo'lishi mumkin. Robodog bilan sizni maktabingizda ko'rishguncha salomat bo'linglar azizlar.